obunachilar va ahli YouTube hammaga salom. Bugun quyonlarimiz boqish 7-kuni. Noldan quyon boqish 7-kun. Shu haqida video olmoqchimiz. Mana bo'lmasa boshladik. Videoga like bosib, bizni kuzatishda davom etamiz. Quyonxonamizni ochamiz. Quyonxonani tagini almashtirib, yangilab qo'ydik. Bisib qo'ydik tagiga. Suvi oldi har doim suv turishi kerak. Suv, sabzi hamda spetskorum. O'zini spetskorum. Quyonimiz holati yaxshi. Xudo xolasa bugun qochganiga 20-kuni. Yaxshi o'zgaryapti quyonimiz. Ozgina qoldi, shu bilan quyonlarimiz ham ko'payishadi. Alladis. Yaxshi quyon. Keyingi o'smir quyonlarimizga o'tamiz. Keyingi o'smir quyonlarimiz pastki qavatda. Bular toza burgun zotlari. Fransiyadan kelib chiqib bo'lgan. Toza burgun zotlari. Ota-onalarini ko'rib, xarid qilib sotib olganmiz. Bularda ham shu ratsion sabzi va spetskorini hozir yeb qo'yishibdi. Alada ishtahalari yaxshi bularni, o'zgarishlari zo'r. Bugun 7-kun hisobiga bo'lsa, yana 3 kundan keyin bularni taroz tortamiz va 1-kun va 7-kunni video qo'yib, qancha bes olganlarini ko'ramiz. Lekin yaxshi bes olishyapti. Biz bu quyonlarni qo'yishimizdan maqsad o'zimizga ham esdalik bo'lib qoladi. Xudo saqlasin, telefon yo'qolib qolsa yo boshqa bo'lsa, video tasvirlar YouTube kanalimizda bo'ladi. YouTube'ga kirib bemalol ko'rsam bo'ladi, masalan, yoki telefon sotib almashtirganimizda. Shu sababdan qo'yapmiz. Agar sizga ham yoqqan bo'lsa, videoga like bosib bizni kuzatishda davom etamiz. Noldan quyon boqish 7-kun. Xudo xolasa katta ferma qilib, yaxshi ferma qilganlarimizga olib boramiz. Shu videoni to'xtamaymiz. Ferma qilib olib borib, keyin asosiy video qo'yishni boshlaymiz. Bizni kuzatishda davom etinglar. Qo'llab-quvvatlash, faqat sizlardan like bosish va obuna bo'lish. Biz esa video olishda davom etamiz. Kimdirlardir zerikadi, chunki o'zimga ham bo'lgan oldin. Zerikib o'tirardim. Obunachisi bo'lgan odamlarim tezroq video qo'ysin derdim. Agar shunaqa darajaga yetadigan bo'lsak, biz bundan faqat xursand bo'lamiz. Videoga like bosib bizni kuzatishda davom etinglar.